Muzqaymoqning foydalarini bilasizmi? Muzqaymoq tanadagi charchoq, sil kasalligi, anemiya hamda oshqozon yarasida juda ham foydali. Muzqaymoq gemostatik, ya'ni qon to'xtatuvchi vosita hisoblanadi. Masalan, burundan qon ketganda bir necha qoshiq muzqaymoq yeyish tavsiya etiladi. Tadqiqotchilar bu mahsulotning yana bir qiziq xususiyati borligini, ya'ni muzqaymoq ayollarning bepushtlik xavfini kamaytirishini aniqlashdi. Muzqaymoq tarkibida sut va sut qatiq moddalari mavjud, ya'ni siz muzqaymoq iste'mol qilganingizda tanangiz D vitamini, A vitamini, kalsiy, fosfor va riboflavning foydali moddalariga to'yinadi. Misol uchun, qora shokoladli muzqaymoq antioksidantlar va flavonoidlarga boy. Bu yomon xolesterinni kamaytirishga yordam beradi va yurak sog'lig'ini yaxshilaydi. Muzqaymoq fermentlangan taomning bir turi bo'lib, nafas olish va oshqozon ichak salomatligimiz uchun foydalidir. Muzqaymoq iste'mol qilish miyangizni faollashtirishga yordam beradi va sizni aqlli qiladi. Tadqiqotlardan biriga ko'ra, ertalab birinchi navbatda muzqaymoq iste'mol qilgan odamlar buni qilmaganlarga qaraganda ko'proq hushyorroq ekanligi isbotlangan. Va yana ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, kalsiy suyak salomatligini saqlash uchun tanamiz tomonidan talab qilinadigan eng muhim minerallardan biridir. Biroq bu mineral tanamiz tomonidan ishlab chiqarilmaydi. Ya'ni tanamizning kalsiyga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun kalsiyga boy oziq-ovqatlarni iste'mol qilishimiz kerak. Muzqaymoqda esa kalsiy miqdori biz o'ylaganimizdan ancha yuqori. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz past bo'lganida yoki o'zingizni g'amgin his qilganingizda qoshiqni oling va o'zingiz yoqtirgan muzqaymoqni iste'mol qiling. Chunki muzqaymoq iste'mol qilish ko'nglingizni ko'taradi va hatto buning ilmiy izohi ham mavjud. Muzqaymoq iste'mol qilganingizda tanangiz serotonin deb nomlanuvchi gormon ishlab chiqaradi. Inson o'zini yaxshi his qilishi uchun bu gormon juda ham muhim. Tanadagi kalsiy yetishmasligi ayollarda ko'krak bezi saratonini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan eng asosiy omillardan biridir. Shuning uchun, agar siz ko'krak bezi saratoni kabi halokatli kasalliklarni oldini olishni istasangiz, ovqatlanish ratsioningizga kalsiyga boy oziq-ovqatlarni kiriting. Muzqaymoq esa ulardan biridir. Zamon.uz sayti siz uchun eng foydalilarini ulashishda davom etadi. Ushbu videoni muzqaymoqni sevib iste'mol qiladigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.